O'zbekistonda yagona bo'lgan darvozani sizlarga ko'rsatmasam, akalar umuman bo'lmaydi. Chunki biz obunachilarimiz har doim darvozani ko'rishadi. Nima uchun Azizxon bantiklarni taqib darvozani bezatib qo'yilgan degan savolinglar bo'lishi mumkin. Albatta, nomiga emas darvoza. Anasxon aka bitta ochib ko'rsatmasangiz bo'lmaydi, okay? Bismillahirrohmanirrohim. Mashalloh, akalar. Mana bu dizaynga, go'zallikka, lak bosmaslikni umuman iloji yo'q. Bilasizlar, darvoza ishlab chiqarish bo'yicha o'zimizning Namangan Respublikada birinchi o'rinda turadi. Lekin darvozachilarni juda ko'p ko'rsatamiz. Anasxon akani akalar tanigan insonlar hozir ko'rsataman, bitta like bosib ketasizlar-da. Nimaga deyishinglar mumkin? Akalar, usta Anasxon aka qimmatbaho darvozamizdan bizni obunachilarimiz uchun oldingi safar 5 ta videoga 5 tasini ehsonga qo'yib bergandingiz. Albatta, inshaalloh. Ehsonni mukofoti Ehson aka bizni ishimizni, hunarimizni nimasi chiqadi deyishadi-da. 5 ta qimmatini ehsonga qo'yib berishgandi. Aka, bu safar ham xudo xolsa bir qiynalgan oilalar bo'lsa, albatta qo'yib beramiz inshaalloh. Bir chekkadan endi xudo xolsa davom ettirib ketaveramiz. Assalomu alaykum hammaga, avtoolam obunachilari. Bizning adres Namangan viloyati, Namangan shahri, Lolajo'xon bozor atrofida. Hop, darvozamiz haqida qisqacha tanishtirib o'tamiz. Darvozamiz Shohona Foson. 2025-yilda eng trendi bo'lgan darvozamiz Andijon viloyati Marhamatga o'rnadi. Andijon viloyati Marhamatga. Marhamatga o'rnadi. Oqamiz YouTube platformasida ishlarimizni ko'rib, o'zlari Germaniyadalar. Ko'rib zakaz qildilar. Inshaalloh ko'ngillardan ham ziyoda qilib bitkazib berdik. Hop, bunaqa darvozalarga ko'pchilik Germetex sepadi, darvozani aybini yopish uchun yoki ish kamroq bo'lish uchun biz asosan silliq qilamiz. Darvozani yaqinroqda ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Hamma yoq silliq bo'ladi. Germetex degan narsani o'zi bo'lmaydi. 2 qavatli darvozamiz eng full paketda, ikkita yonida 35 sm dan nalishkalarimiz bo'ladi. TVSda ham 45 sm adinachkalarimiz bor. Nalishkalari chiqqan. Albatta. Kvadratga kiradimi Anasxon aka? Hop, nalishkalarimiz kvadrat kiradi, lekin baqa chiqqanini hisoblamaymiz. Eni bilan bo'yni o'lchamiz, necha kvadrat chiqdi o'shani hisoblaymiz, baqa chiqqanini hisoblamaymiz narx-navoziga. Hop, darvozamiz kvadrat metri ko'pchilik $200, $250 oladi. Hop, buni $150 ham demaymiz. 1.600.000 so'mdan O'zbekiston bo'ylab olib borib ustanovka qilib beramiz. Darvoza yo'qsa pul berishadi, yo'qmasa qaytarib ketaveramiz. Inshaalloh ishimizga 100% javob qilamiz. Ishimizga 100% garantiyasi bor. Akalar, yana bitta narsa, bu darvozaga addini qaytib kelamiz. Aka, bitta ochib ko'rsating shu darvozaga. Xo'p, bu darvozamiz Surxondaryoga o'rnaydi. Oqamiz ham Rossiyada o'zlari musofir yurtda. Mana darvozamiz oldi orqa bir xil. Albatta. Bu darvozamiz 4 qavatli bo'lmaydi. Bu darvozamiz 2 qavatli hisoblaymiz biz. Hop. Ko'pchilik bilmaydigan klientlarimizga 4 qavat deyish mumkin, lekin 4 qavat bo'lmaydi. Bular 2 qavatli bo'ladi. Oldi orqa nerachaverkasi bir xil bo'ladi. Darvozamiz eniga 4 metr, balandligi 380, bu razmeri o'zi. Ikkita yonida 45 sm dan adinachkalar bor. Oshmoshi ham tevani o'ziga 3 tadan qo'yib berganmiz. TVSda ham 45 sm nelishligi bor. Darvozamiz 1 kvadrat metrni 1.550.000 so'mdan oldi orqa bir xilni. YouTube platformasida ko'rish uchun bu darvozani 1.700.000, 1.800.000 olinadi. Biz eng originalini 1.550.000 so'mdan olib borib ustanovka qilib beramiz. Eng asosiysi ish jarayonlarini rasmga, videoga tashab turamiz. Mana bu yerlardan polni biz stron o'zi egib chiqaramiz. Choklar bo'lmaydi bu o'zidan, polni egib chiqariladi hamma yog'i. 2 qavatli bo'ladi. Darvozani yaqindan ko'rsatadigan joyi, mana ko'rayotganimizning umuman defekt topolmaysizlar. Nerjivikalarni bosib chiroyli qilib berishgan. Narxni akamizda anchagina yengil, shuning uchun ham zakazlarni olish jarayonlari qanchagacha aka sizda? Zakazlarimiz 25 kun bilan 30 kun oralig'ida o'rnatib beramiz shunaqa darvozalar. 30 kun, 25 kun ichida o'rnatib beramiz. 25 kun bilan 30 kun oralig'ida xudo xolsa olib borib ustanovka qilib beramiz. Kichkina eshigimiz addenna bo'ladi bularnikini. Eni katta bo'lgan hisobiga, eni 4 metrda buni. Agarda razmeri kichkina 3 metr, 3.20, 3.5 deyishsa, shu holatda bo'ladi. Eshigini xolasi o'ngda, xolasi chapda qilib beramiz. Ichkariga eshik ramkaning ichiga o'rnadi. Ramkaning ichiga o'rnadi, shu yerda eshigi bo'ladi. Xolasiga chapga, xolasini o'ng tomonga qo'yib beramiz buni ham. Bir qavatli chiqarsa bo'ladimi, Anasxon? Bir qavatli qilib chiqarsa bo'ladi. Bir qavatligini 1.350.000 so'mdan qilib beramiz. 1.350.000 so'm bir qavatli qilib beramiz, 2 qavatligini 1.600.000 so'mdan qilib beramiz. Eng arzon darvozangiz necha puldan chiqadi? Eng arzon darvozamiz kvadrat 400.000 so'mdan chiqadi. 400.000 so'm. Stampovka darvoza bo'ladi, ular kvadrat 400.000 so'mdan bo'ladi. 400.000 so'mdan chiqadi. Samarqand fason darvoza, akalar, original aka bu tuftasi. Albatta. Bu Samarqand fason asosan biz silliq qilamiz. Germetex sepilmaydi. Demakki silliq qilgandan keyin ham mana kletkamizda TVSda arkasi bo'ladi. Ish ochilib yotgan mana arka. Xo'p, arkani ko'pchilik kes chiqaradi. Kesgandan keyin uni svarka qiladi. Svarka qilgandan keyin chaqlangandan keyin bu temir qiziydi.
Qizgan sari bu yuqalashib boradi. Bu qizgandan keyin polni unga shkolovkasi tutiladi. Julli shkolovkasi tutiladi, to'g'ri shkolovkasidan endi bitta narsaning farqi bor-da. Singan qo'li bilan butun qo'li farqi bor. Aytmoqchi bo'lgan narsamki, bu butun narsa bo'lganda, ertaga bu 5 yildan keyin, 10 yildan keyin ham bu yerda shkolovka degan narsani o'zi bo'lmaydi. Sindi trishen degan narsani o'zi bo'lmaydi. Video davomida xudo xolasa buni ham ish jarayoni bor. Sho'rni holatini ko'rsatib qo'yamiz. Arkasini list o'zidan chiqarishimiz. Aytmoqchi bo'lgan narsam shunaqaki, hammamiz nima ish qilishimizdan qat'iy nazar o'zimizni ishimizga, o'yimizga nima ish qilishimizni yaxshi bilamiz, qanaqa sohada bo'lishimizdan qat'iy nazar. Aytmoqchi bo'lgan narsamki, noqali klientni ham 80-90% o'ylab qo'yish kerak. O'shani ish yaxshi bo'laveradi. Aytmoqchi bo'lgan narsamki, hamma ishdan Alloh ko'rib turibdi deb ish qilinsa, xudo xohlasa ish yaxshi, sifatli, barakali bo'laveradi. Anason aka, buni pulini necha puldan dedingiz? Buni kvadrat metrini 1.350 ming, 1.400 ming o'rnatgan. Hop, eng original 1.300 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab ustunovka qilib beramiz inshaalloh. 1.300 ming so'mdan. 1.300 ming so'mdan YouTube platformasida bu joy ish ko'rishaveradi. Silliq ishlar 1.300 mingdan qilib beramiz. Agar Germetex sepiladigan bo'lsa 1.200 ming so'mdan qilib beramiz. Ha, 1.200 ming so'mdan uni qilib chiqarib bersangiz bo'ladi. Albatta. Endi buni mana chekkasi nalishligi bor, trubali bo'lgan, profilli qilsa bo'ladi. Zotiska o'zi figurasi bor, o'shandan qilinsa ham bo'ladi. Agar menga saman qafasdan kerak deysa, buni har xil dizayningisi bor, ranglari ham har xil bor. Katalogini tashib beramiz, ko'rishadi. O'zimiz bir besmatni joyi o'lchab kelamiz, xudo xolasa. O'zbekiston bo'yicha. Albatta, O'zbekiston bo'ylab o'zimiz borib, joyi o'lchab kelamiz, xudo xolasa. Zakolat temasi qancha bo'ladi, aka? Zakolat, misol 20 million dollar bo'ladigan bo'lsa, 200 dollar yo 300 dollar pul olamiz. Qolgan pulni olib borib ustunovka qilganimiz olamiz. O'rnatilgandan keyin olsangiz bo'ladi. Ustunovka qilganda olamiz. Xo'p, bu dizaynga ham e'tibor berasizlar, kelar juda ham chiroyli chiqqan. High-tech, aka. High-tech fason darvozamiz. Bu darvozamiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahriga o'rnaydi. Bular ham okomlar Rossiyada turib buyurtma beradilar. Ishimiz ko'rgan ekanlar, yoqqan ekan, ma'qul kelgan ekan. Darvozamiz eniga 4 metr, kirib chiqish eshigimiz отдельный bo'ladi. 2 qavatli list, 1.8 birinchi qavati, ikkinchi qavatda ham 1.8 bo'ladi. Utupletel bo'ladi. Tevalar bir lazerli gul bo'lgan. Xohlasa tevasini bekka beramiz. Xo'p, darvozamiz 1 kvadrat metrini 1.300 ming so'mdan eng originalini 1.8 listda xudo xolasa qilib beramiz 2 qavatligini. Ikkita yoni buni profil bo'lgan 10 gun, xohlasa ikkita yonni ham shivellar qilib beramiz. Narx-navosi o'zgarmaydi. Oldida ruchkalari bor. Xohlasa buni ichiga nirjiyaga qo'yib bering deysa, ichiga nirjiyaga qo'yib beramiz. 1.350 ming so'mdan bo'ladi. Ozgina fasoni o'zgaradi o'shanda. Fasoni o'zgaradi. 1.350 ming so'mdan ichiga nirjiyaga qo'yib beramiz. Yo'q, shu holatda bo'lsin desa 1.300 ming so'mdan qilib beramiz, xudo xolasa. 50 ming so'm farq qiladi. Albatta, 50 ming so'mdan farq qiladi. 50 ming so'mdan ozgincha farq qilishi mumkin. Darvozalarning sifatiga e'tibor berasizlar, kelar yaqindan ko'rsatamiz. Bu klient xohishiga qarab turib shunaqa rang sochilgan. Albatta. Bu darvozamiz Toshkentga o'rnaladi, Bo'stonliqqa o'rnaladi. Darvozamiz tashqari ochiladi, kletkamiz ichkariga ochiladi. Bu ham 2 qavatli bo'lgan, tiagali, Toshkent fason deyiladi. Bu darvozamiz kvadrat metrini 1.450 ming so'mdan qilib beramiz. Bu darvozani o'zining rangini har xil holatda qilsa bo'ladi. Tevalarni high-tech usulda lazerlarni qilib berganmiz. Oqamiz aytdiki, o'y ichi qorong'u qoladi, o'shanga tevasa lazerni gul qilib yuboralik. Sal havo aylanib turadi, sal yorug' ham tushadi dedilar. Shu darvozani yasab berdi, ish jarayonini tashab turdi, ko'rib turdilar. 1.450 ming so'mdan 2 qavatini inshaalloh olib borib ustunovka qilib beramiz. Ustunovkasini agarda o'zlarida darvoza rasmlar bo'ladigan bo'lsa, boshqa darvoza tashashsa, xudo xolasa o'shani o'zi qilib bitkazib beramiz inshaalloh. Bo'ldi. Akalar, darvozani tashsangiz, chiroyli qilib o'sha bilan birga bir chiqazib berishadi. Orqasi qanaqa bo'ladi degan savol berasizlar. Buni orqasi chuqur chiqarkan, 3 qavat bo'lsa tekis bo'ladimi? 3 qavat bo'lsa tekis bo'ladi, 2 qavatli orqasi qovrasi ko'rinib turadi. Narxida qanchalarcha bo'ladi? Narxida 150 ming so'm qo'shiladi 1 kvadrat metrga. 150 ming so'm. 150 ming so'm bo'ladi. O'shanda oldi orqadan utupletel bo'ladi, 3 qavatlisi bo'ladi. Lekin akalar, bu darvoza ham juda ham chiroyli chiqibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi terishi ham o'zi bo'lmaydi, mehnati ham o'zi bo'lmaydi. Inshaalloh. Bunimiz necha puldan chiqadi, aka? Bu darvozamiz 1 qavatli darvoza, 2 qavatli emas. Bu darvozamiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahriga ko'rinadi. Darvozamiz eniga 3.45, balandligi 3.60 bo'lgan. 1 qavatli darvozamiz, ikkita yo'llari 10 gun, taglari shivellar bo'lgan. Kvadrat metrini 1.100 ming ham demaymiz. 1 million ham demaymiz, 950 ming so'mdan 1.8 list eng originalini qilib beramiz. 1 qavatliga. 1 qavatligini 950 ming so'm qilib beramiz. Agar 2 qavatli bo'lsin desa, 1.150 ming so'mdan 2 qavatli qilib beramiz, xudo xolasa. Nima deyapti? Akalar, ko'ringlarchi. Hamma darvozaga обязательно biz gruntovka sepamiz. Nimaga desangiz, gruntovka sepishdan maqsad asosan darvozaning kamchiligini ko'ramiz, qayerda nima kamchilik bor, defekti bor ko'rib, o'shalarni bartaraf qilib, undan keyin kira sepamiz. Обязательно qanaqa darvoza qildirishdan qat'iy nazar gruntovka sepish kerak. Gruntovka sepishdan maqsad darvozaning kamchiligini, aybini bilib, na ustidan xudo xos kira sepamiz.
Kraskalarga inshaalloh garantiyalari bor. Kraskalarga agarda ko'chada olmasa besplatno bo'lib sib beramiz. Sen janim sog' bo'lsa. Oke, mashinani to'liq tushuntirib o'tmasa bo'lmadi. Xo'p, Narxini qanchadan chiqadi dedingiz? Xo'p, bu darvozamizni kvadrat metrini 1.600.000 so'mdan qilib beramiz. Orqa oldini bir xil chiqarsa bo'ladimi? Bo'ladi. Oldi orqasini bir xil qilib beramiz. Oldi orqasi bir xil bo'ladigan bo'lsa, kvadrat metrini 2 million so'mdan qilib beramiz. 2 million so'm. Oldi qanaqa bo'lsa, orqasi ham shuni o'zi bo'ladi, 2 million so'mdan qilib beramiz. Hamma yog'ini original qilib beramiz. Ko'pchilik mashinlarga ahamiyat berasiz. Ko'pchilik mashina lazerni yo'l bilan olmasa, tegan bekitib qo'yadi-da. Erta suv kirganda mashinalarda zang oqishi mumkin. Tagidan biz obязательно ochib qo'yamiz. Yuganda ham, boshqa bo'lganda ham suv pastga tushib ketaveradi, bemalol oqib tushib ketaveradi. Mana gullarimiz ham ko'vinli gul bo'ladi. Glatkning o'zidan ekib chiqarilgan hamma yoqlarni. Xo'p, darvozani karchilab yurganingizdan keyin mana bu joylardan suv umuman o'rnab qolmaydi. Agar ko'rinayotgan bo'lsa, tushib ketadi. Bitta artib qo'ysangiz, yana ham xizmati baquvvat bo'ladi do'stlar. Xo'p, akalar nima deysizlar? Video juda ham chiroyli chiqibdi. Yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Aka, darvozalaringiz orqasini iloji bormi mashinadan ko'rsatib qo'yishim mumkin. Qo'lim o'tsa agar shunday ko'rsatib Bu qo'yaman. 2 qavatli holati. Agar 3 qavatli bo'lsa tekis bo'ladi, orqa tarafi. 4 qavat bo'lsa oldi orqa bir xil bo'ladi. Hozir bu 2 qavat holati. Agar 3 qavatli bo'ladigan bo'lsa, orqa taraf tekis bo'ladi. 4 qavat bo'lsa, mana shu oldi qanaqa bo'lsa, orqasi ham birga bir shuni o'zi bo'ladi. Xorazmdan zakaz qilishsa, Qoraqalpog'istondan Farqi yo'q. O'zimiz borib o'lchab ham kelarmiz, xudo xohlasa. O'zingiz Muammosi borib yo'q. o'lchab kelasiz. Narxi kelsa, xudo xohlasa, o'zimiz borib o'lchab kelamiz. Joydan, hamma yoqni, ko'chadan ko'tarilishini, patrulni hisob-kitobini, hamma narsani hisob-kitobini olib, o'zimiz borib o'lchab kelamiz. Muammosi yo'q o'lchab kelish. Bunisi-chi, aka? Xo'p, bu darvozamiz Farg'onaga o'rnadi, Marg'ilon shahriga o'rnadi. Bu darvozamizni high-tech darvoza, buni ham yangicha stilda qilingan, ya'ni polni hamma yog'iga nerjiyaga aylantirganmiz. Mana bu 2/1, mana bu 3li latovlari bor. Polni hamma yog'iga nerjiyaga aylantirganmiz. Tevalar lazerli gul bo'lgan. Xohlasa tevalarni bekitib ham beramiz. Bu darvozamiz kvadrat metrini 1.450 ni 1.500 million YouTube platformasida 1.350 so'mdan nerjiyaga qilib beramiz. Agar nerjiyaga siz bo'lsin desa 1.300 so'mdan qilib beramiz. Shunda ham 2 qavat list bo'ladi. Birinchi qavat ham, ikkinchi qavat ham 1.8 list. 3,5 santimetrlik utublit bo'ladi ichida. Обязательно. Mana shu 3,5 santimetr qalinlikda pulni utublit. Shumka qilinadi. Albatta, mana shumka bo'ladi. Mana. Darvoza anchagina jim, baquvvat bo'ladi. Aytaman, xohlasa o'rtalarni ham nerjiyaga qilib beramiz. Bu kraskani o'zi xohlasa nerjiyaga qilib beramiz bu o'zini ham. Kirib chiqish ishiga addenni. Xudo xohlasa agar razmerlar kichkina bo'lgan bo'lsa, ichidan qilib beramiz. Muammosi yo'q. Arzon ish bilan chiqadi dedingiz? Eng arzoni 1.300.000 so'mdan chiqadi, nerjiyaga chiqadi. Nerjiyaga chiqadi. Orqasi qanaqa bo'lib chiqadi? Tekis bo'ladi orqasi. Xo'p, bekorga akalar, men orqasini so'ramayapman. Orqasi mana tekis holatda chiqadi. Xo'p, bu joyda ham ish jarayonlari ketyapti lekin. Xo'p, keyingi fason darvozamiz Samarqand fason darvoza. Bu darvozamiz Andijonga o'rnadi. Buni nalishligi bor, endi ish jarayoni kesib nalishliklarni ham. O'rtadagi listlarda boshqacha list qadalgan, yangi list qadalgan. Bu darvozamizni ham kvadrat metrini 1.250.000 so'mdan silliq ishlab, inshaalloh olib borib ustanovka qilib beramiz. Holatlar buni 3 qanotligi bo'ladi. Ishiga adden razmerlar kattaroq bo'ladigan bo'lsa, ishlarni adden qilib beramiz. Razmerlarga qarab, bu darvozamiz 3 metrga, balandligi 280. Agar razmerlar kattaroq bo'ladigan bo'lsa, 3 qanotlilar bor. Rasmlarni, videolarni, ish jarayonlarini tashab qo'yamiz. Ko'rishada qaysi bir ma'qul kelsa, xudo xohlasa o'shandan qilib beramiz. Yoqqan fasonni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Inshaalloh. Tevada gullarimiz ham polni ko'vinli gul bo'ladi. Silliq qilishdan asosan darvozamiz bizda. Обязательно bitta narsaga ahamiyat beramiz. YouTube'da libo bitta darvozachining ko'rishi ko'pchilikniki mana chekkada joyga vibra qadaydi, mana o'rtalarga vibra qadamaydi. Xo'p, biz mana chekkada ko'zlagan vibra qadamiz. Bu yo'llar ham polni vibra bo'ladi, arkalar ham polni list o'zidan chiqaradi. Xudo xohlasa buni ham tashamiz, ish jarayonini ko'rib turasiz, xudo xohlasa. Narxi o'zgarmaydi. Narxi o'zgarmaydi. Xo'p, keyingi darvozamiz shtampovka darvoza. Kvadrat metr 400.000 so'mdan bo'ladi. 1.3 list deyiladi, 1.3 chiqmaydi, 1.2 list bo'ladi. Razmerimiz eniga 3.35, balandligi 3 metr bo'ladi. Ishiga o'rtada kirib chiqadigan. Xohlasa razmerlar kattaroq bo'ladigan bo'lsa, har xil fasonlari bor, shtampovkani tashab beramiz, ko'rishadi. Qanaqa fason ma'qul keladigan bo'lsa, inshaalloh o'shani o'zidan qilib beramiz. Bularga ham devokrasiya sochasiz? Albatta, devokrasiya обязательно gruntovka hamma darvoza sepiladi. Gruntovkani sepib, kamchilikni ko'rib, xudo xohlasa atka ranglarda rangni sepib beramiz. Buni qimmatroq varianti nech bilan chiqadi, aka? Buni qimmatroq fason narxi vibrali bo'ladi. 1 qavatli kvadrat metr 550 ming bo'ladi. Agar 2 qavat bo'lsa, oldi orqa bir xil bo'lsin desa 750 ming so'mdan 2 qavatli bo'ladi, utublit bilan bo'ladi. 2 qavat bo'ladi. 2 qavatli 750 ming so'm. 1 qavatlilarda utublit bo'lmaydi. Orqasidan ramka qilib, orqasidan list qadaladi. Agar
2 qavatli bo'lsin desalar, ichida utepletel bo'ladi. 750 ming so'mdan qilib beramiz. 750 ming so'mdan. Hozir Anasxon aka tashqaridagi darvozangiz nomiga ko'rsatib o'tib ketmasa bo'lmaydi. Tashqarida darvozamizni ko'rsatib o'tamiz. Sexlari o'ziniki, akalar. Mana ko'rsatali aka. Mana Samarqand fason, yaqinroqdan ko'rsatsangiz, mana shu ramka jarayoni, mana ko'pchilik buni profil to'g'rab chiqaradi. Oldin biz ham chiqarganmiz-da. Keyinchalik o'zimiz ustimizda ishlab, klientini o'ylagan holatda, o'zimiz ham o'ylagan holatda aytmoqchiman narsamki, mana bu yerdan polni profil keladi, mana bu yer o'zi chok bo'ladi xolos. Buni quyilmagan prolatga qilib qo'ygan xolos. Mana shu arkalar shuni list o'zidan chiqadi. Ichida kletkasi bo'ladi, kletkasi ham shuni arkalari list o'zidan chiqadi. Ishtobi sinmaydi bu. Sinmaydi. Umri uzoqroq bo'ladi. Xo'p. Endi sizlarga bu darvozani ko'rsatmoqchi emasdik-ku, lekin nomiga ko'rsatib o'tib ketmasa bo'lmaydi. Xo'p, bu darvozamiz shedevr fason deyiladi. Hozir 2025-yilda eng trendi bo'lgan darvozamiz. Old orqa bir xil bo'ladi. Qalinligi 8 sm bo'ladi. 4 qavatli bu darvozamiz. Mana shu yerda kelayotgan o'zini 4 kishi zo'rg'a ko'taradi. Bu o'zimizni Namangan viloyati Uchqo'rg'on shahriga bitta Xo'jakan bilan ko'rinadi. Mana darvozani old orqa bir xil mana. Hoppali. Ko'rasiz, ishlagan ham nimaga bunaqa instrument qilib olasiz desangiz, darvozani mana bu yerlarni ham choklarini ham, chaqlagani ham, simchotka qilgani ham, qayta nima kamchiligi bormi, yo'llarga krassa tegdimi, tegmadimi, hamma narsani bir qator ko'rib o'tamiz. Kamchiligini ko'ramiz. Undan keyin xudo xohlasa gruntovkadagi yana kamchiligini ko'ramiz. Qayta nima kamchiligi bo'lsa, kamchiligini qilib beramiz. Texnologiya ixtishosi aka. Texnologiya. Mana xudo xohlasa mana katta qanotimiz ham обязательно olinadi. Bir kishi bemalol aylantiraveradi-a? Bir kishi bemalol aylantiraveradi. Hali bunga bitta katta qanot uzun 8 kishini ovora qilinmaydi-yu. Bemalol bunga ustunovka qilganimizdan keyin bir kishi o'zi ishlayveradi. Biz buni ham ko'rsatib o'tamiz. Ammo boplasiz aka, mana shu narsani bor-ku. Akalar, shunday og'ir darvozani 10 kishi qiynalib ko'tarib o'tirilmaydi, bir kishi o'zi bemalol aylantirsa bo'laveradi. Xo'p, mana orqa taraflarni ham ko'rsatib o'tsa bo'ladi. Aha. Xo'p, mana uni ham o'zi yechamiz, buni ham ko'rsatib o'tamiz. Oy, gap yo'q. Bu mana bag'i mana. Stanoklar zamonaviy-ku, Anasxon aka hammasi. Bag'i orqa tarafi mana. Обязательно sentr zamon bo'ladi. Aha. O'shiq ham zakaznoy bo'ladi. 3 ta ham bo'ladi. TV'ning o'ziga 2 ta, past o'ziga bitta bo'ladi. 3 ta ham bo'ladi. Mana narsamiz TV'ga ko'tarilib tushadi. Hozir bo'lan bo'yi pastlik hisobiga pasattirib qo'yganmiz. Buni ko'tarsa bu TV roqqa chiqadi. O'shanda bemalol aylanadi. Ha, bo'ladi. Darvozani katta kichiligiga qarab moslov qilsa bo'laveradi. Xudo xolasa buyurtma qilishardi. Inshaalloh Alloh qodir qilgancha qilib beramiz. Sammigalarni esa darvozani olib bir ustunovka qilib beramiz. Darvoza menga yoqdi, mana puldan barak topaydi ham olamiz. Agar darvoza yoqmaydi desa qaytarib ketaveramiz. Nimaga uchun desangiz, bizga pul muhim emas, bizga ishonch bildirib zakaz qilgan insonlarni roziligi muhim. Nima uchun desangiz, pulni siz bilan biz topamiz, tenjon sog' bo'lsa, eng asosiysi bizga zakaz qilgan insonlarning roziligi muhim bizga. Birinchidan rozichilik. Albatta. Albatta, akalar, bunaqa gap hamma ham gapiravermaydi do'stlar. Bu yoq tomonda pechatli darvoza va boshqa darvozalarimiz ham juda ham ko'p. Menimcha, akalar mehnat qadriga yetib, ana endi like bosib, kommentariyani bitta portlatib ketadigan joyi. Bemalol kimga qanaqa darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, usta Anasxon akaning telefon raqamlari ekranda chiqadi. Aloqaga chiqib, do'stlar, zakaz qilishingiz mumkin bo'ladi. Anasxon aka, mehnatlaringiz uchun rozi bo'lasiz aka. Ovora qilib qo'ydik, tenjoningiz sog' bo'lsin. Salomat bo'ling aka.